Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bugun bizlarda open house Filadelfiyada 19114 zip kodlik. Hozir juda ham yaxshi mamlaqa kondominium, ikkinchi etaj, bitta garaj bor. Laundrysi отдельно kiradigan. Juda ham yaxshi mahalla. Juda ham spokойно mamlaqa. Kondolar joylashgan joy. Bu yerda bitta driveway mashinaga, bitta garaj. Sizlarni olib chiqaman uyiga, ko'ramiz birgalikda. 3 ta spalni, 2 ta hammom tualeti bor. Juda ham yaxshi, juda ham akkuratni. Narxi ham juda ham zo'r, 260 ming. Menimcha narxiga va uyni konditsiyasiga juda ham mos narxi. Buni olib rentga ham berib yuborsa bo'ladi bemalol. Investitsiya uchun ham juda ham qulay, juda ham yaxshi narxi va ko'p remont ham qilish kerak emas, вообще просто ko'chib o'tsa ham bo'laveradi. Hozir polностью ko'rsataman. Mana shu ikkinchi etaji, mana onasi garaj kiradi. Hali ketdik. Qani ketdik, uyni ko'rsataman sizlarga. Yon boshi, bu yoq endi qo'shnilar o'tirib dam oladigan joy. Bemalol bolalar bilan o'ynasa bo'ladi bu yoqda. Bolalarni olib chiqib spokойно, tinchgina begona odam kirmaydi. Главный vhoddan kirgandan keyin pastga tushsangiz mana unit B, laundrysi kiradigan joyi va garajiga yo'l отдельно. Alohida yo'l. Svetini yoqsak, bunaqa suv isitgichi bor. Mana bu garaj, bitta mashinaga. Bemalol mashinani qo'ysa bo'ladi. Faqat o'zingiz uchun suv isitgichingiz bor va kiradigan mashinalaringiz ham bor. Bu pastdagi qo'shniniki. Biz hozir ikkinchi etajga chiqamiz. Mana shunday. Juda ham akkuratni, juda ham qulay uy. Mana kirganingizdan mana shunaqa holat. Konteyner sistema. Bu pantry, shkaf, closet. Mana bu zal. Mana shunday chiroyli. Zal, mehmonxona. Bu kuxnyasi. Mana shunaqa. Ovqatlanadigan joy. Mana shunday. Juda ham yaxshi. Juda ham akkuratni. Qani ketdik, qolganlarni ham ko'rsataman sizlarga. Bu tepaga chiqadigan yo'l, uni ko'rsataman hozir. Boya aytib o'tganimdek, bu yoqda 3 ta spalni, 2 ta hammom tualeti bor. Hammom tualet просто rakmina bilan o'ynaysiz emas. Polni showerlik. Boya aytgandek, mana bu birinchi spalni, kichikroq. Bemalol bir kishi yotadigan joy qilsa bo'ladi bemalol yo bolalarga. Mana bu ikkinchisi, bu kattaroq spalnisi. Mana shunday. Bu yoqda walk-in closet. Yomon emas, razmeri juda ham akkuratni. Bu yog'i sanuzel. Mana shunday update qilingan kabinetlari bor, shower bor. Kishi o'tirib dam olib. Endi 3-etajga chiqamiz. 3-etaj emas, bu bir ikkinchi etaj hisoblanadi. Yoki loft deyiladi bu yoqda. Bu uy egalari bu yoqni как spalni qilib ishlatishyapti. Mana yangi yil kelyapti, shuning uchun tayyorlab qo'yishgan podarkalarni o'sha. Xullas mamnun. Tepa etajni mana shunaqa qilib
uy egalari o'ziga spalni qilib olishgan. Bemalol ofis qilsa bo'ladi buni. Yoki mehmonxona qilsa bo'ladi. Buning ichidan ham walk-in closet. Mana shunaqa polkalar qilib, akkuratni qilib qo'yishgan. Mana shunday. Bu yerdan kelib tepani ko'rsa bo'ladi. Mana shunday. Xullas, juda ham yaxshi holatdagi kondominium. Boya aytganimdek 260 ming AQSh dollari. 260 ming AQSh dollari. 3 ta spalni, 2,5 ta hammom tualet, 1056 square feet. Taksi ham qimmat emas, yillik nalogi 3471. Endi bu mortgage qilinadigan bo'lsa, shu oyma-oylik pulni ichida kirib ketadi hammasi. Buni yana batafsil qanchadan tushishini yana hisoblab beraman keyingi videomda. Birorta qiziqadiganlar bo'lsa agar aloqaga chiqinglar. Inshaalloh yordam berib yuboraman. Buni bemalol olib arendaga bersa ham bo'ladi. Investitsiya uchun arendaga bergandan ham oyma-oylik puli o'zini xarajatlarni ichiga kirgizsa, menimcha juda ham yaxshi variant bo'ladi bu. Kelajakda sotib olsa ham bo'laveradi. Bolalar uchun investitsiya qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana shunaqa ko'chasi. Mana bu tomon driveway va bitta garaj. Ko'chadan ham parking qilsa bo'laveradi mana bu yoqlarda. Samim glавный mana bu qo'shlarni yo'l, mashina yo'llarini to'sib qo'ymasa bo'ldi. Mana bu tomon bemalol parking qilgan, ko'rib turganingizdek. Так что